Menga hayot bag'ishla. Muallif Shamsi Nur. Poygada hamma jam. Ayniqsa Mahmudni so'zini ustidan chiqa oladimi, yo'qmi, shuni ko'rmoqchilar yig'ilishgandi. Mahmud va Hamida bitta mashinada kelishdi. Nazira ularni ko'rib ko'zlariga ishonmadi. Kambag'al yigitni 15 kunda mashina olishiga ishonmasdi. Hamida, axiri yordam qilibsan-da. Afsuski bu fikring noto'g'ri. Mahmud o'tgan kuni Turkiyadan keldi. Uni tabriklashingiz mumkin. Ha aytgancha, Nazi yutqazding. Men baribir ishonmayman. Bunga majburmassan. Mahmud o'ziga ishongan yigit. U o'z kuchi bilan hali ko'p yutuqlarga erishadi. Hamida mehrli ko'zlari bilan Mahmudga qarab ko'zini qisib qo'ydi. Azim ularni kuzata turib o'zini zo'rg'a bosardi. Bo'ldi, gapni bas qiling. Hademay xitlar paydo bo'ladi. Ulguraylik. Qani, startga yig'ilamiz. 6 ta mashina birin-ketin joy olishdi. Bu poygada Mahmud hali tajribasizligi uchun birinchilardan bo'la olmadi. Ammo u so'zini ustidan chiqqan edi. Mahmudni ertasi kuni murabbiy shoshilinch chaqirib qoldi. Mahmud qoidalarsiz jangda qatnashganimni bilib qoldi degan xavotirda murabbiyni xonasiga kirdi. Assalomu alaykum Ixtiyor aka. Va alaykum assalom. Murabbiyning yuzi Mahmudni ko'rgach yorishib ketdi. Mahmud akobirni oyog'i sinib qolgan. Hali beri jangga tusha olmaydi. Men senga ishonaman. Bu musobaqada birinchi o'rinni bemalol olasan. Tushunmadim Ixtiyor aka. Nimasini tushunmaysan? Qani, kemononikicha, jangga. Ixtiyor akani kayfiyati chog' edi. Mahmud darrovda kiyimini almashtirib zalga kirdi. Sheriklari qizg'in tayyorgarlikda edilar. Mahmud o'zgacha ishtiyoq bilan mashqlarni boshlab yubordi. Avvallari murabbiy faqat kuchli tayyorlanishi kerak bo'lganlar bilan jang qilardi. Hozirda Mahmud kutmagan holat bo'ldi. Ixtiyor aka Mahmudni jangga chorladi. Mahmud bor mahoratini ishga soldi. Baribir murabbiyni taktikasiga ko'pda chap bera olmadi. Shu kundan boshlab Mahmud uchun haqiqiy tayyorgarlik boshlandi. Hamida Zulfizarni o'zgarib qolganini bilardi-yu, sababini bilmasdi. Qiz negadir undan ko'zini olib qochar, iloji boricha to'qnashmaslikka harakat qilardi. Qizni nimadir muammosi borligi yuz ko'zidan bilinib turardi. Zuli, senga nima bo'lyapti? Doim parishon xotirsan. Hammasi joyida. Aldama. Yoki sevib qoldingmi? Hamida hazil aralash so'radi. Shunaqaroq. Kim u? Aytasanmi menga? Zulfizar o'ylanib turib keyin gap boshladi. Hech kimga aytmaysanmi? Yo'q albatta. Baxa. Nima? O'sha babnik bilan sevishdingmi? Yoki o'zing sevib qoldingmi? Ikkovi ham. Baxadan boshqasi qurib qolganmidi? Azim desam nima derding? Unday bo'lsa yaxshi qilibsan derdim. Azim Baxadan ko'ra ancha aqlli. Baxa otasini puliga yallo qilib yuribdi. Azim esa o'qimoqchi. Oldinroq aytganingda balki Azimni tanlarmidim. Nima bo'lsa bo'ldi. Men uni sevaman. Xayolingni joyiga qo'y. Yana aldanib qolma. Dadang tiriklayin so'yadi. Bilasan-a buni? Bilaman. Kamol eshikni taqillatdi. Malika qulflab olgan hamon ochmasdi. U yerda g'ujanak bo'lib yotib olgancha quloqlarini berkitib olgandi. Malika, och eshikni. Hammasini tushuntirib beraman. Malika javob bermadi. U hozir idrok qiladigan ahvolda emasdi. Faqat yig'lardi. Qalbi ozor chekardi. Endi baxtli bo'laman deya niyat qilganida bugungi haqiqat. Kamol eshikni tepgancha qayoqqadir chiqib ketdi. Malika ancha vaqt shunday yotdi, bilmaydi. Tashqarida qolgan chaqaloq tinimsiz yig'lardi. Hatto qaynonasi o'z nabirasi bo'lsa ham bolaga chiqib qaramagan. Ovoz tobora kuchayib borar,
chaqaloq tinimsiz chirillardi. Malika ovoz kelmasin deb quloqlarini battar berkitardi. Foydasi bo'lmadi. Axiri chiday olmay o'rnidan turdi. O'z bolaligi ko'z oldidan o'tdi. Yo'q, bola aybdor emas, bolada gunoh yo'q. Ko'z yoshlarini artgancha eshikdan chiqib bolani oldiga bordi. Bola yig'lab bo'g'ilib qizarib ketgandi. Juda chiroyli qizaloq ekan. Ko'm-ko'k ko'zlari, oppoq yuzchalari xuddi farishtani o'zi edi. Malika uni avaylab bag'riga bosdi. Ancha qo'lida ko'tarib ovutishga harakat qildi. Bola ovunmadi. Qizaloq biroz tinchib barmog'ini qattiq so'rdi-yu yig'lab yubordi. Malika uni oshxonaga olib kirdi. Novvot choy qilib ichirdi. Pechenyeni suvga bo'ktirib, keyin qizchaga yedirdi. Ayni paytda Malikani qizaloqqa juda rahmi kelardi. Berahim onasi tashladi ketdi. Qizaloq baribir bezovta edi. Tagligini yechib qarasa, oyoqlarini orasi qizarib ketibdi. Bekorga bezovta emas ekanda. Hozir oppoq bo'lib qolasan. Malika achchiq choyni iliq qilib qizchani qizargan joylarini yuvdi. Qizaloq biroz tinchlangach, oppoq choyshabga o'rab xonasiga olib kirdi. Malika unga allaytib berganda charchagan emasmi? Qizcha uxlab qoldi. Malika esa tonggacha yig'lab chiqdi. Erta tongda esa kechaga ayol keldi. Yuz ko'zlari ko'karib ketgan, hamma joyi mamataloq bo'lib yotardi. Malikadan kechirim so'radi. Keyin qizini uyg'otib olib ketdi. Eri esa hech narsa bo'lmaganday keldi. Malika indamay turaverdi. Anavi suyuq oyoqni ko'rdingmi? Malika shundagina Kamolga qaradi. Kechagi mavzuda og'zingdan biror so'z chiqsa, undan battar ahvolga solaman. Shu Malika barchasini ichiga yutdi. Biror narsa deganda ham nima o'zgarardi? Barchasi o'z holicha qoladi. Qaytaga qiynalgan Malika bo'ladi. Kunlardan bir kuni oshxonani tozalayotgan Malika qaynotasi kirib kelgani uchun ishini to'xtatdi. "Qizim, bularni olib qo'ying." "Xo'p, dadajon." Malika qaynotasining qo'lidan paketlarni oldi. Ularni ichida sarxil mevalarni har xil turdagisidan bor edi. Malika ananasni umrida ko'rmagani uchun uni yeyiladigan narsa ekaniga uncha tushunmadi. Nimaligini bilmagani uchun vazaga solib qo'ya qoldi. Qaynonasi oshxonaga kirib, uni ustidan rosa kuldi. "Kelin, bu yeyiladigan narsa. Antikvar buyum yoki gul emas, vazaga sobsan. Ko'rmagansan-da." Malika hijolatpazlik, uyat va kamsitilishdan qizarib ketdi. Qaynonasi uni bu ishini kimni ko'rsa aytib, kelinining ustidan kulib yurdi. Tagzoti past ananas nimaligini qayoqdan ham bilardi. Malika xo'rligi kelsa ham tishini tishiga qo'yib chidardi. Bu uyda unga faqat qaynotasi yaxshi munosabatda, qizim deb gapiradi. Kamol esa kunduz kuni mehribon er bo'lib, kun bo'yi Malikaga qo'ng'iroq qilib soatlab gaplashadi. Uni kuldirishga harakat qiladi, turli-tuman sovg'alar jo'natadi. Bu sovg'alar albatta qimmatbaho bo'lardi. Kechqirib esa qanaqadir dorini ichardi va hayvonga aylanib Malikani azoblab chiqardi. Kun bo'yi uy ishlari va kechqurungi azoblar bilan Malika tong saharda turib Kamol uchun tuxumbarak pishirishga majbur edi. Kamol tuxumbarakni yaxshi ko'rgani uchun har tong nonushtada yeyishni xohlardi va Malikadan talab qilardi. Bugun Mahmudni musobaqaga ketadigan kuni. Afsuski shu kunda ham Majid aka hunar ko'rsatdi. "Menga bitta aroq olib berishga yaramagan o'g'lingga mashina qaysi go'rdan keldi? Chempion bo'lib keldi. Shundan pul olgan. Nega men bilmayman? Xabarim yo'q. Odammanmi bu uyda o'zi? Meni ota o'rnida ko'rmaydi bu ko'rnamak." "Bo'ldi dadasi, esizni yig'ing. Undan ko'ra quvonsangizchi, mashinali bo'ldik" deb. "Kalitini yashirib qo'yibsanlar-ku. Hali bir dunyo hujjat ishi bor ekan, keyin minasiz."
Iqboloy erini jahlidan tushirishga urinardi. Miltig'imni olib-ke. O'rdakmi, quyonmi otib kelay? Rosa yegim keldi. Iqboloy erining ov miltig'ini olib chiqib berdi. Majid aka ulfatlariga sim qoqib ovga chiqib ketdi. Hech shu dadangga insof bermadi-da. Oyi, mana ko'rasiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Qani duo qiling, menga omad tilang. Iqboloy o'g'lini uzundan uzun duo qildi. Mahmud onasini Fotihasini olgach, jamoasi turgan tomonga yo'l oldi. Hamida ham unga omadlar tilab xabar yo'llabdi. Mahmud xabarni o'qib qitmirligi tutdi. U Turkiyadagi g'alabasidan keyin o'ziga ishonchi ortgandi. O'z kuchi bilan boyib ketadi va Hamidaga uylanadi. Unga bu haqda bemalol gapiraversa ham bo'ladi. Avvallari o'zini teng hisoblamasdi. Endi bari o'zgardi. Senga bir savolim bor. Agar topolmasang menga turmushga chiqasan. Mahmud xabarni yuborib javobini kuta boshladi. Mabodo javobini topsamchi? Mahmud qizni savol bilan bergan javobiga boplab javob yozdi. Unda iloj qancha? Senga uylanaman. Javobni yuborgach Hamidani holatini ko'z oldiga keltirib kulib qo'ydi. Hamidadan uyalgan smayliklar kelib tushgach, telefonini cho'ntagiga solib qo'ydi. Hamidani kuzatib turgan onasi oldiga keldi. "Namuncha kulmasang, kim bilan gaplashyapsan?" "Ha, sinfdoshim." "Menga qara. Anavi Iqbol Pahlavani o'g'li bilan osh qatiqligingni yig'ishtir. Ular bizni tengimiz emas." "Oyi, hamma ham bir xil odam. Nimaga shunaqasiz? Doim boy kambag'al ajratasiz. Menga boylik kerakmas. Boyni bolasi taltaygan bo'ladi." "Sen bu gaping bilan Mahmudni yaxshi ko'rishingni tan olyapsanmi?" "Oyi, yetar. Meni tinch qo'ying. Ana, keliningizga qarang." Hamida o'rnidan turdi-da trenajyor zalga kirib ketdi. Onasi doim shunaqa bo'lgan. Boylar odam, kambag'allar odam emas uchun. Kibrga berilganidan atrofiga yaxshilab nazar tashlamaydi. Azimni onasi uning yaqin dugonasi. Gapda ham bir-birisiz turisha olmaydi. Hamida qancha vaqt zalda mashq qildi bilmaydi. Kechagi kitob mutolaasi chala qolgani esiga tushib xonasi tomon qadam tashladi. Kecha Mahmud unga singlisi tanlab bergan kitobni sovg'a qilgandi. Maqsudani dida chakkamas ekan. Kitob birinchi kundayoq Hamidani o'ziga bog'ladi. Ali Jobir Fifiyning Chunki sen Allohsan kitobi Hamidaning dunyoqarashini o'zgartirib yuboryapti. Mahmud Maqsuda aytgan gapni ham aytishni unutmadi. Bu kitobni tahoratli holda o'qigan ma'qul ekan. Albatta harakat qilaman. Kechadan beri barcha narsadan behojat bo'lgan zot haqidagi o'ylar uni tinch qo'ymaydi. Kitobda to'g'ri aytilibdi. Bandalar ko'pincha Allohni musibat yetganda eslashar ekan. Allohni eslash uchun musibat kelishini kutish shartmikin-a? Oradan 2 oy o'tdi. Har kungi sovg'alar va kunduzgi mehribonchilik va yumushlardan holdan toygan malika oshxonada ovqat tayyorlayotgan mahal hushidan ketdi. Kamol zudlik bilan uni kasalxonaga olib bordi. Tekshirish natijalari esa malikani homilador ekanini ko'rsatardi. Xavotirga o'rin yo'q. Xotiningiz homilador. Faqat kam kuch, kam qon. Qizmi o'g'ilmi aniqlab bering. Bu muddatda aniqlab bo'lmaydi. Men sizga aniqlang dedim. Hoziroq bilib bering. Agar qiz bo'lsa, hozirni o'zida yo'q qilasiz. Qiz bolani keragi yo'q. Men bir buzuqiga ota bo'lmayman. Kamolni so'zidan malika titrab ketdi. Mahmud bugun o'zi orzu qilgandek jangga chiqdi. O'ziga ishonchi kuchli, hayotdan tortgan alamlari uni kuchli bo'lishga undardi. Raqibiga qarab, uni yengilishga haqqi yo'qligini his qilardi. Mahmudning ortida mushtparonasi bor. Mahmuddan umidi katta. Bu umidni u sindira olmaydi. Turmush qurib ro'shnolik ko'rmagan, ro'zg'or yukini yolg'iz yelkasiga ortib kun kechirayotgan ayolni
bolalardan orzu-havaslari bisyor. Mahmudni murabbiy yaxshigina tayyorlaganda, viloyat kubogi qizg'in davom etardi. Mahmud 84 kilogramm vazn bilan yakka katta bahsga tushdi. Bahs vaqtida murabbiy ko'rsatmalarga e'tibor bergan holda jang olib borish g'alaba uchun juda muhimdir. Musobaqada Mahmud oltin medalni qo'lga kiritdi. Bu juda yaxshi natija bo'lib, respublika kubogiga yo'llanma bo'lib xizmat qilardi. Musobaqa ishtirokchilariga xush kelibsiz so'zi bilan NFKU raisi so'zga chiqib, turnirning barcha ishtirokchilariga muvaffaqiyatlar tilab, mazkur turnir joriy va kelgusi yilda Toshkentda bo'lib o'tadigan Osiyo chempionati va Xitoyda bo'lib o'tadigan Osiyo o'yinlari uchun tanlov bosqichlaridan biri ekanligini ta'kidladi. Bu so'zlardan Mahmud tugul murabbiyni boshi ko'kka yetdi. Respublika bosqichidan ham omadli o'tib olsa, keyin Osiyo, undan keyin esa jahon chempionati. Hammasi yolg'iz Allohga ayon. Ixtiyor aka Mahmudni qo'lidan mahkam siqib tabrikladi. Men senga ishongandim. Ishonchimni oqlading. Shuncha yillik mashaqqatlar besamar ketmadi. Bu hammasi sizning mehnatingiz ustoz. Mahmud g'alaba bilan uyiga kirib keldi. Uyiga qadam tashlar ekan quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. Otasi bir guruh piyonista ulfatlari bilan aroq ichib o'tirardi. Mahmud mehmonlar o'tiradigan uyga kirmay to'g'ri oshxonaga o'tdi. Onasi ko'zi ko'karibdi. Demak, yana otasi ichib janjal ko'targan. Qachon ular ham odamlardek tinch yashashar ekan? Qachon otasiga insof kirib, shu la'nati shayton suvini tashlar ekan? Shu topda ich-ichidan faryod bo'g'ziga tiqilardi. Baqirib uni bo'shatsa, afsuski bunday qila olmaydi. Onasini oldida uni kuchsiz ko'rinishga haqqi yo'q. Assalomu alaykum onajonim. Iqboloy o'g'lini ovozini eshitib, bu tomonga qarash barobarida ro'molini yanada pastroq o'rab, ko'kargan ko'zini yashirishga harakat qilardi. Voy, mana Arslon o'g'lim, keldingmi? Sog'intirib yubording. O'zi bir haftaga ketdim-ku. Baribir o'z o'rning bor-da. Oyi, yana janjal qildilarmi? Ha, qo'yaver. Arziydigan gapmas. Oyi, undan ko'ra o'zingdan gapir. Bolam, seni tabriklasam bo'ladimi? Nechanchi o'rinni olding? Mahmud sumkasidan medalni chiqarib onasiga berdi. Iqboloy medalni qo'liga olib yig'lab yubordi. O'g'lini quchib tabrikladi. Yig'lamang oyi. Sizga yig'lash yarashmaydi. Bu quvonch yoshlari bolam. Men bugun juda baxtliman. Meni bolam oltin medal olibdi. Shuncha qilgan mehnatim, chekkan zahmatim zoyi ketmabdi. Bolam, bundan ham baland cho'qqilarni zabt et. Meni bolam chempion deb mag'rurlanib yuray. Iqboloy gapirardi-yu, yuzini ko'z yoshlari yuvardi. Mana haqiqat bor ekan-ku. O'g'ling hech kim bo'la olmaydi deganlar ko'rib qo'ysin. Uni bolasi o'z kuchi bilan cho'qqilarni zabt etishni boshladi. Bu hali boshlanishi, bari oldinda. Uyda yana mehmon-ku. Hammasi ovga borib, 4 ta yovvoyi tovoq otib kelishgan. Men uni dimlab berdim, shuni yeyishyapti. Siz yana nima pishiryapsiz? Xonzoda xola o'g'il uylayapti. To'yga buyurtma. Kechgacha ulgurishim kerak. Maqsuda qani? Uni repetitorga qo'ydim. O'qisin. Mendek kuni tinim bilmay o'tib ketmasin. Davomi bor.